Mashinam zarar qilgan kelgandim. O'sha Volt avtoda o'g'limmi ana mashinada o'tiribdi. Siz dunyoda eng go'zal ayolsiz. Sizdagi go'zali chiroylisi yo'q. Yetdim-ku, sizdagi ayol yo'q dunyoda. Eng go'zal ayol sizsiz. Mashinam zaryadkasi to'lishiga ham ozgina qolibdi. Tushunmadim. O'g'lim qayerdalar? O'g'lim! Qayerga ketgan ekan? O'g'lim! Yetdim-ku, sizdagi ayol yo'q dunyoda. Eng go'zal ayol sizsiz. Oyijon, nima qilyapsiz? Adajoningiz kelishlariga chiroyli bo'lib turibman, o'g'lim. O'zingizda ham chiroylisiz-ku. Oyijon, nima qilyapsiz? Adajoningiz ishdan kelishiga shirin ovqat tayyorlayapman. Endi nima qilyapsiz, oyijon? Adajoningizni, sizni kiyimlaringizni yuvyapman, bolam. Shunda mehribon oyijonimga xiyonat qildingiz. Chetdamiz o'g'lim. Men sizni rosa qidirdim. Otajon, nima oyijonim, xunuvmilar? Kim aytdi sizga oyijoningiz xunuvdi? Siz aytdingiz. Boshqa ayollarni chiroyli dedingiz. Oyijonimdan chiroylisi yo'q bu dunyoda. Siz ham shuni bilib qo'ying. Meni ham oyijonim dunyoda eng go'zal ayollar. Telefonda gaplashayotganim oyijonim edilar. Adajon, kechiring, men bilmagandim. Sizni borligingiz